Keyin sizga aytgan 15 kilovatligi воздушный klapani bo'ladi. Dachi havoni chiqarib yuborgan olsa davleniyani va gradus past qizili gradus ko'rsatadi. 120 gradusgacha tepasi davleniyani ko'rsatadi 10 kilogacha. Hozir demaxodlari mana shunday bo'ladi. Ichlariga bunaqa utlet bo'ladi. 5 sm 5 sm millimeter bilan o'rab 2 mm korpus bilan utlet qilinadi. Demaxodlari pasti bo'lgakada ikkita yechib tozalaydigan joyi ham bor. O'ng tomonda ham, chap tomonda ham padacha obratga ikkita tentga joy tashab ketilgan. Bu ichlari ikkita g'aladon bo'ladi mana. Bati cho'q xonasi bo'ladi, past tomoni kul xonasi. Kul xonasi ikkita g'aladon bo'ladi, kul tushadigan. Ichkarida yana bitta g'aladon bo'ladi. Qurum-purumlar tushadigan ichkari kuldon. Bemalol shu g'aladonni olib to'kib tashlaverasiz osongina, qiynalib o'tirmaysiz. Bitta ventilyator bo'ladi. Ventilyator ashukasi. Eshiklar. Ishlari kalasnik badan ishlari mana turbali bo'ladi. Mana 2 qator turba bo'ladi. 3-qator kameradan o't chiqib ketadi demaxodga. Bu turbadan chiqib bunisidan kirib ketadi. Orqadan demaxoddan keyin chiqib ketadi. 57 li turbalar qalin tasirsimda. Vatan klapinimiz mana. Ortiqcha havoni ochib chiqarib yuboradigan klapin bor, tutunga mana. Buni pastga qilsangiz ichida bor tutunlar chiqarib yuboradi. Pastga qilib olsangiz vehni ham yonaveradi gidroz. Eshiklari ham azbistli yaxshi bo'ladi mana. Hamma bo'lgakada yig'iladi. Ligrovka ham bo'ladi eshiklar. Pastga tepaga bemalol ligrovka qilib tutasa, o'raveradi.